Yaxshimisizlar, charchamasdan. Bugun sizlar bilan mototsikllarning yog'ini qancha muddatda almashtirish kerakligini ko'rib chiqamiz. Sport turiga kirmaydigan oddiy mototsikllarni 4000 dan 5000 kilometrgacha yog'ini almashtirish tavsiya qilinadi. Yoki 1 yilda bir marta har bir sezonda yog'ini to'kib tashlab yangilash maqsadga muvofiq. Sport turiga kiradigan sport baklarni bo'lsa 3000 kilometrdan 4000 kilometrgacha yog'ini almashtirish tavsiya qilinadi. O'shanda motor ideal holatda ishlaydi. Turing mototsikl, ya'ni uzoqqa yuradigan turistik mototsikllarniki bo'lsa 8000 dan 10000 kilometrgacha almashtirish tavsiya qilinadi. Ularniki asosan musobaqalarda yuradi, tog' tosh sakraydi. O'shaning uchun ularniki asosan motochas hisoblanadi. Motochasga olinadi, motosoatga 8 motosoatdan 12 motosoatgacha bo'lgan ishlagan jarayonida har bitta motorini o'shanda yog'ini to'kib tashlab almashtirish motori uzoqqa ishlashini ta'minlab beradi. Bu turdagi mototsikllarda. Demak, siz yangi mototsikl oldingiz. Yangi mototsiklni birinchi qiladigan ishingiz 300 km yo'g'ini to'kasiz. Va yana 2 marta 1000 km dan yurib, jami 2300 da 3 marta yo'g'ini almashtirib va 2300 km da 3 marta almashtirganingizdan keyin mototsikl turiga qarab turib, keyingi belgilangan kilometrda deylik mototsikl oldingiz. Yog'ini qachon almashganini bilmaysiz. Mototsikl qilib, qo'lingizni yog'iga tiqib turib, o'zi shu bo'lsa shuni ko'rib turib, yog'i ko'rasiz. Agar yog' qorayib ketgan bo'lsa, u yog'i sirasi to'kib tashlang. Agar yog' qizg'ish och rangda bo'lsa, u yog' sizga bir muddat ishlab berishi mumkin. Shunaqa do'stlar.